Omonat senga. Bo'ldi aka, mana $100. Hop. Ertaga qanday bo'lsa shunday qaytarib beraman aka. Bo'ldi ukam. Hamid aka, men ko'chadan eshitdim. Любой родной detal olar ekansizmi aka? Mani mashinamni shu detallarini shuni sotib olsangiz zo'r bo'lardi. Aka, mashinaga javob. Mashina meniki. U detallarni sotib olsang, o'zing detalni nima qilasan? O'rniga o'rin arzon detal taqib bersangiz bo'ldi. Razницасini gaplashib olamiz aka. Detallaring nechi pulga berasan detallarni? Aka, men ko'chada eshitdim. 2000-3000 ga baholashayotgan ekan detallarni. Siz mayli по-bratски o'zimizkisiz. 1,5 ming bering aka, zo'r bo'ladi. Yo ukam, vashi qimmat etyapsan, razницасiga $200 pul beraman. Ko'tarsa shu ukam. Aka, $200 deysizmi? Вообще ham ozgina qo'shing, bratan. Mana shu yerdan bilsangiz bo'ladi, bu odam aniq mashinnik. Nimaga? Hozirgi paytda rentakarga mashina oladi, o'rtog'idan oladi, qarindoshidan oladi, bir kun haydab turib olib kelib, mashinani bozorda detal qilib sotib, o'rniga arzon detal qilayotganlar tiqilib ketgan. Normalniy odam, mashinasini minib yurgan odam hech qachon olib kelib, mashinasini detalga sotmaydi. O'zingizga ehtiyot bo'ling, qo'shinni o'g'ri tutmang. Agar gapimda ozgina bo'lsa ham haqiqat bo'lsa, shu videoga bitta like bosib qo'ying.